Beliq go'shtini sotib olib, qaysi xil usulda pishirib yeyishni bilmayotgan do'stlar uchun men bugun oddiy ham yeyishlik beliq qo'rimiz qo'yish usulini olib keldim. Mushundek achchiq chuchuk, o'xshitib qo'rib mefam bilan yeydigan bo'lsanglar, ajoyib issiq bosadi. Qo'rish usulini oddiy qaynab solamiz. Bir litre gnaylik. Oldi bilan beliq go'shtini yuvib tozalab olgandan keyin ko'rsatilgandek ko'ralatib to'g'rab olamiz. Buningga har qanday beliq go'shti bo'laverdi. Men bugun qiltirg'i az bo'lgan sho'yu ishlatdim, do'stlar. Beliqdagi g'ayripiroqlarni yo'qotish uchun ahmut, zanjivil, talqini, tuz berib yaxshi aralashtirib 10 minut qo'yib qo'yamiz. Bundan boshqa qo'shimcha ketarlik materiallardan ko'k laza, shomijo, sumpiyaz, samsaq, zanjivillarni ko'rsatilgandek to'g'rab tayyorlab olamiz. Arqadan tamlantirib olgan beliq go'shtini qaynoq suvdan pishirib bir o'tkazib olamiz. Qaynagan suvga silib uzoq turg'izmay 1 minut turg'izib olgandan keyin suzib ilib olamiz. Endi qo'rish bosqichiga keldik. Qozonga moy qo'ymaylar, cho'ng ustimdan kalmiy xobot yetqisdan bir parchani qozonga tashlab butunlay eritib qo'rib to'g'ri darmakning mezlik purqini chiqarib olgandan keyin so'ng piyoz, samsaq, zanjivillarni silib 1 minut qo'rib olamiz. Undan keyin shomijo, ko'k lazlarni bir vaqt silib yarim piyola suv qo'yib 3 minut qaynatib olgandan keyin beliq go'shtini solamiz. Beliq go'shtini silib yengil bir shkarlashtirib atgandan keyin yana 3 minutlar atrofida qaynatib beliq go'shtiga tamsingishtirib olib lam olsak tayyor bo'ldi. Ko'rib mishagichkaga umoq bilan to'ldirib meni qo'llash ustidan bir toshrak berib saqlab olib inkasrani